Endilikda Tracker narxini bizda Jack GS6 mashinamiz. Yetmagandan rassrochka ham bor. Assalomu alaykum, China Motors Urganch filiali obunachilar. Xudo xolasa bugungi obzorimizda Jack oilasiga mansub Jack GS6 mashinasini ko'rib chiqamiz. Mashinamizning tashqi ko'rinishine keladigan bo'lsak, tashqi ko'rinishi hozirgi zamon talabiga javob beradigan darajada qulay qilib ishlangan. Oldingi faralarına keladigan bo'lsak, faralari bir liniyada LED lampochkalar bilan joylashgan. Oldingi faralar ham 4 xil sistemada yonadi. Dalniy, blижний. Masalan, kechki payt rolni o'ng tomonga bursangiz, o'ng tomonni yaxshi ko'proq yoritib berish xususiyatiga ega. Chap tarafi ham xuddi shunday. Mashinamizning balon razmeriga keladigan bo'lsak, balon razmeri 235 55 R18 razmerida joylashgan, sakadiskalik. Bellar ham shu hozir bizlarga Xorazm sharoitiga to'g'ri keladigan darajada zanglamas qilib kauchuklar bilan jihozlangan. Bellarida mana 5 ko'lchoy dostup, 360 kamera, panorama lyuk. Bellar ham shu, pastlar ham shu eshik bilan bir xil bo'lib ochiladi. Shtobi ichine chang kirmasligi uchun. Mashinamizning ichki ko'rinishine keladigan bo'lsak, ichki ko'rinishi hozirgi zamon talabiga javob beradigan darajada qulay va zo'r qilib ishlangan. Rollarimiz ko'tarilib, tushib, o'zingizga mos qilib qo'ysangiz ham bo'laveradi. ...360 kamera, panorama lyuk, bellarni ochib qo'yadigan, o'zingizga mos qilib, zo'r qilib ishlangan. Bu svetlar ham LED lampochkalar bilan jihozlangan. Mashinamizda bar qismina keladigan bo'lsak, bar qismida yoz oyi suvlarni qo'yib, salqin qilib ichib ketish uchun xolodilniklar ham joylashgan. Elektronniy rushnoy, avto hold, skorsona keladigan bo'lsak, richaklik. Bellar ham shu konditsioner pechkalari elektronniy. Mashinamizning orqa qismini, bagajini 3 xil sistemada ochib paklasak ham bo'laveradi. Xohlasangiz bu yerdan ochib paklasangiz ham bo'laveradi. Mashinamizning sidinasiga keladigan bo'lsa, 3 xil pamet sidinasiga ega, 3 xil odamni saqlab qolish xususiyatiga ega. Bellar ham podsvetniy bo'lib yonadi. Xohlagan svetingizda. Mashinamizning orqa qismina keladigan bo'lsak, orqa qismi ham keng va qulay qilib ishlangan. Qisqa qilib aytganda, semenli zo'r oilaviy mashina. Keng. Oilaviy uzoq safarlarga ketsangiz ham qiynalmay, har qanchalik chiqarib ketsangiz ham bo'laveradi. Arkasından zaryadchik uchun joylar qoldirilgan buni. Boya aytib o'tganimizdek, arka bagaj ham 3 xil sistemada ochib paklandi. Xohlasangiz ichandan, xohlasangiz pultni o'zidan. Xohlasangiz masalan bozorga keldingiz, qo'lingizda 2 so'mka bor, so'mkada gelasidan oyoqni ochib beraverasiz. Arka bagajlar ham keng,
Yükünüzü bemalol basıp ketaverasiz. Xalasangiz bu yerga propan o'rnatsangiz ham bo'laveradi. Zapaskani o'rnina. Mana alasdan yuqoriga qo'ysangiz keng bo'lib turaveradi. Xalasangiz imon tortasiz. Imon ustuna ham yuklaringiz bo'lsa, sumkalaringiz bo'lsa qo'yib ketaverasiz. Keyin yana bir xususiyatini ko'rsatib o'tamiz. Masalan, yosh bolalarimiz sumkalaringizni qo'ydi, yopdi. Yopish vaqtida yosh bolalarimiz qo'limizni qolib ketdi. O'zini zashtasi ham bor. Mashinamizning motor qismina keladigan bo'lsak, motor qismi motor qismi 1.5 turbina motor bo'lib, 184 ta ot kuchina ega. Benzin rasxodidan keladigan bo'lsak, benzin rasxodi 6.9, shahar ichi 7-8 litradan yeydi. Ham iberlarında jack emblemasının logotipi tushirilgan svetlar ham yonib turadi kechasi. Kimga shunday zamonaviy qulay mashinalar kerak bo'lsa, hammangizni China Motors Urganch filialida kutib qolamiz. Videoni boshida aytib o'tganimizdek, mashinamizni oldingi boshlang'ichda 70% ni to'laysiz, qolganini 6 oyga o'zini tan narxini bo'lib to'lash imkoniyatlari ham bor bizda. Kimga shunday mashinalar kerak bo'lsa, China Motors Urganch filialida hammangizni kutib qolamiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.